Köp bolğanның hammasi ne'mat emas. Suningmi izi hayat berdi, köpi odamni g'arq qiladi. Shunga oddiy yashashni o'rganish kerak, ozga kifoya qilishni o'rganish kerak. Ozga qanoat qilish bir boylik. Boylik deyilgan hamon insonning aqliga pul, mol dunyo kelmasligi kerak. Boylik ko'ngil xushallıqı, tan salomatlik, iymon, hidoyat, yaxshi jur, yaxshi farzand, yaxshi muhit ve yaxshi jamiyat, yaxshi ish, yaxshi uy. Hammasi boylik. Ama boylikni puldanla keladi, pulg'ini boylik deb qarab olgan kishilar herqi yuqorqi boyliklardan mahrum qoladi. Şuna hayotda eng muhim bo'lgani qanoat bilan yashash. Bir padişah varken nüfuzu şunda güçlük, üzü şunca endi padişah hem de hemen nesi kulda. Lekin şunda gamkinge fakat hoşal olmayıtkanda qarasa onun bir darvozasiga qarayotgan bir adam, kambag'al adam, bolalar bilan har kuni shunda kulishib, xo'shal aynda yurishayotganda bir kuni vazirdan so'rayotgan, "Men padişah tursam, hamma mening ilkimda tursa, puldisi bor, mansabdisi bor, shuhratdisi bor, hammasi bor. Ama ma kambag'alninki hech qanday bir narsa yo'q, ama menda bir xo'shal yuryapti-ku" deganki vazir, "To'xtasa uni bir sinab boqaylikmi? 99 prinsip bilan sinab boqaylikmi" desa, "Nim degan gap 99" desa, biz bir xaltaga 99 oltinni qo'yamiz, tepasiga 100 deb yozib qo'yamiz, xaltning kuchigidan teshib qolib, uyning oldida tashlab qo'yamiz. Undan keyin keyingi karomatni o'zlari ko'riladi degan. Ma'qul deb shu 99 oltinni serib bir xaltaga tepasiga 100 oltin deb yozib, eshikning oldiga tashlab qolib, eshikni chekib qolib ketgandan keyin bu darvozadan chiqib atrofida qarasa hech kim yo'q. O'tirda o xalta turdi. Xaltini akirib qarasa 100 oltin deb yozilgan, sanaytgan, sanagan 99 chiqibdi. Bir oltinni topolmay bütün ay bolalarni safarlar qilib, atrofini izlab, uyini izlab, qattiq bir aram bilib, kecha uxlamabdi. Shunda bir aram bilib, o keyin u xo'shalliqmi yo'q, kulkimi yo'q, o podshoh hech kim tuymabdi. Anda xo'shalliqni tuymabdi-da, shuning atisi u odamni podshoh chaqirtdi. Chaqirsa chiroyi o'ngib ketgan, nayt ish pushib ketgan, uyqusiz, shundoq ahvoling nim bo'ldi deganda, ash yetib ketgan bir oltinni topolmay mudavlab ketdi endi. Shuni podshoh deyotgan, "99 ni hisoblamamsa, sen 99 quloq naq bilan bo'lsang bo'lmamdi. Yo'qni yetib ketgandan keyin oqisdan anda hasrat chekkucha" dedi ekan. Tugidimi?